Tayyor navorotli Gentra qidirib yurgan mijozlarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 23 000 kilometr masofa bosib o'tgan Gentramiz bor. Kraskalari toza, lyuk, avis hamma narsasi bor. Video davomida to'liq qilingan ishlarni birma-bir obzor qilib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Amerikanga fara qo'yilgan. 3 sloy polnisi shumizatsiyalar qilib qo'yilgan mashinamiz. 4 ta yangi yumshoq balonlarda, 908 mejigar pultlari bor, 8 oy tonirovka razshinalarda. Lyuk, avis hamma narsasi bor, salon holatlari tiniq bo'lib turibdi. Polnisi laminatsiyalar ham qilib qo'yilgan. Xo'p, mejigar pulti yonida tunel datchik qo'yilgan. Probek kraskalari garantiya, любой проверка. Malibu bar, Malibu rullar qo'yilgan. Barni eng fulli elektronniy ruchniy hamma narsasi ishlab turibdi. Lenovo registratorlarda. Mashinamiz oldi orqalarini ham to'liq obzor qilamiz. Kam probekda o'zi mana rezinadan bilsa ham bo'ladi. Chizilib, achchilib ketgan bo'ladi, ko'p yurgani. Ideal sostenadagi Gentramiz, optra stoplarda. Bagaj holatlari top-toza, akkuratniy minilgan. Даже mana zapaskalari ham tushmagan. Ideal haqiqatdan ham. Buferlarigacha radnoy, umuman qiriq-sirig'i yo'q, olib minishga, haydashga tayyor, stoyishchi mashina. Motorxonalarini ham bir ko'zdan kechiramiz. Ana 23 000 probekdagi Gentra. Eng qiziq joyi narxi 180 million so'm. Dollarga где-то 15 ming atrofida bo'ladi. Naqdga 1-2 so'm savdosi bor. Avtokreditga eng minimal 29 million so'm bilan chiqarib beramiz. Oyligi 5 million 700 mingdan. 53 millionlik tarifimiz ham bor. Oyligi 4 million 300 mingdan. Kerakli hujjat bitta pasport, mashina to'liq nomingizda bo'ladi. Murojaatchi nomer qoldiramiz. Telefon qilib yana ham batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Bulardan tashqari ham variantlar bor. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar.